Mana yana bitta bemorimizni operatsiyadan keyingi holatlari haqida gaplashmoqchimiz. Ko'rgan bo'lsangiz o'tgan safar rasmdan qo'ygandik, quloq oldi so'lagi sohasida katta gigant hosili bor edi. Biz bemorda paratiktan operatsiyani bajardik. Xo'p, mana chandiqlar o'rni. Gapiring xolajon, lablaringiz qanaqa? Nervlar ishlash. Ko'zni ochib yumamiz. Labimizni bu tarafga qechiramiz. Tuting ham, shunday chaling ham. Yaxshi. Nervlari chiqana jarohat etgan, hammasini chiroyli akkuratni ajratib olganmiz. Hozirgi holatlari ko'rsangiz hammasi joyida. Nervlarda muammo bo'lgan yo'q. O'sha nozik bukcha ko'p joylar borishgan, o'sha og'iz qiyshayib qoladi, yuzing qiyshayib qoladi. Qo'rqib yurgani uzoq vaqt. Operatsiyadan keyingi holatdan ko'rib turibsizlar. Nervlarda hech qanaqa deyarli o'zgarish yo'q, hammasi normal holatda turibdi. Fikringizni ayting xolajon. Fikrim yaxshi. Rahmat, sog' bo'linglar. Shunday, hozir shunday o'ylanib, necha yildan beri yurgan edim. O zaman qutindim, doktorlarga rahmat deyapman, sog' bo'lsin. Shu oz qiyshaydan men qo'rqib yurgan edim. Xudoga shukr, mana qiyshamadi, hammasi joyiga. Yaxshi, rahmat doktorlarga, sog' bo'lsin. Bizga kirib yursinlar. Rahmat sizga. Sog' bo'ling hozir. Bitta hisob tashlaymiz. Duo qilib yuramiz. Ayting. Amin, sog' salomat doktorlar yuzga kirib qo'yinglar, hech dard bermasin. Sog' salomat yurishsinlar. Allohu akbar. Rahmat katta, bizdan tuzalib yaxshi bo'libdi.